Hi, you are watching New Time. Assalomu alaykum. Silkway telekanali efirida New Time dasturi. Biz Qozog'iston, Markaziy Osiyo va dunyoning eng muhim voqealari haqida hikoya qilamiz. E'tibor markazida siyosat, iqtisod, ijtimoiy va madaniy hayot, nufuzli ekspertlar fikri. Men Nurbek Majjani va bugun dasturimizda Around the world. I'm Nurbek Machani and here is what you'll see today. Qozog'iston yangi konstitutsiyani rasman qabul qildi. Fuqarolarning 87% respublika referendumida islohotni ma'qulladi. Bu tarixiy yechim mamlakat kelajagiga qanday ta'sir qiladi? Paralimpiada chempioni Yerbol Hamidov Los Anjelesda o'tkaziladigan Olimpiada 2028 ga tayyorlanyapti. Uni nima kutyapti? Qaysi sport turlari bilan bellasha oladi? Biz bilan qoling. Qozog'iston bahor bayramiga bag'ishlangan Navro'znoma 10 kunligini nishonlayapti. Nega u uzoq muddatli tantanaga aylandi? Tafsilotlar reportajda. 15 mart Qozog'istonda yangi konstitutsiya kuni deb e'lon qilindi. Undagi o'zgarishlarni qozog'istonliklarning 87% dan ko'prog'i tasdiqladi. Referendum o'tgan yakshanbada bo'lib o'tdi. Mamlakat aholisi tongi soat 7 dan kechki soat 20 ga qadar ovoz berishi mumkin bo'ldi. Bizning tasvirga olish jamoamiz ham tadbirni kuzatib bordi. Jurnalistlar joylarda bo'lib, tomoshabinni uchastkalardagi muhit bilan tanishtirdi. Almir Amirov reportaji shu mavzuda. Kazakhstan Central Referendum Commission has Referendum markaziy komissiyasi oradan 2 kun o'tgach, ovoz berishga doir yakuniy natijalarni e'lon qildi. 8 millionga yaqin qozog'istonlik yoki fuqarolarning 87% dan ko'prog'i yangi konstitutsiyadagi o'zgarishlarni ma'qullagan. Referendum markaziy komissiyasi raisi Nurlan Abdirov aytishicha, ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning yarmidan ziyodi saylovda ishtirok etsa, referendum bo'lib o'tgan deb hisoblanadi. Fuqarolar ishtiroki bir necha viloyatda eng yuqori ko'rsatkich 90% ni ko'rsatgan. 90% were recorded in several regions. Azamattардың басым көпшілігі дауыс берді. Har bir mintaqada fuqarolarning katta qismi mazkur qarorni qo'llab-quvvatladi. Shu tariqa qonunchilikda mavjud talab mamlakatning 20 ta viloyatning 3 dan 2 qismidan ko'proq hududda fuqarolarning yarmidan ziyodi ma'qullab ovoz berishi lozimligi amalda tasdig'ini topdi. Shu bilan bog'liq holda yangi konstitutsiya qabul qilingan deb hisoblanadi. Жаңа конституция қабылданды деп танылады. Ovoz berish shaffoflik va ochiqlik bilan o'tganini xalqaro kuzatuvchilar, shu bilan birga xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari ham tasdiqladi. Respublika Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, ular uchun bir necha marta brifinglar tashkil etildi. Missiyalar vakillari ta'kidlaganidek, yangi konstitutsiyani qabul qilish bo'yicha o'tkazilgan referendum o'rnatilgan tartibda o'tkazilgan va yuksak darajada tashkil etilgan. Organization of the process. I noted that procedures were followed in all transparency. Jarayonlar to'la shaffoflik sharoitida bo'lib o'tganini ayta olaman. Odamlar o'z irodasini erkin bildirib, hech qanday aralashuvlar va ixtilofsiz ovoz bera oldi. Bundan tashqari, ular katta qiziqish ko'rsatdi. Ovoz berish huquqidan foydalanishdan mamnun edi. O'ylashimcha, bu Qozog'iston aholisining jiddiy maqsadini, olg'a intilishga ishonchini aks ettiradi. And desire to move forward with this. The head of state Davlat rahbari referendumda yuqori faollik ko'rsatgan yoshlar bilan ham uchrashdi. Volontyorlar esa prezidentning alohida minnatdorchiligiga sazovor bo'ldi. Uning aytishicha, yangi konstitutsiya o'sib kelayotgan avlod manfaatiga xizmat qilishga qaratilgan. Hujjatda ilm-fanni, innovatsiyalar va sun'iy idrokni rivojlantirishga e'tibor berilgan. intelligence. Бүгінгі күн, тарихи күн. Шын мәнінде біздің тарихымызда Shubhasiz, ushbu kun mamlakat solnomasida abadiy qoladi. Bundan keyin 15 mart davlatimizning asosiy hujjati, konstitutsiya kuni sifatida bayram qilinadi. Men ko'plab davlatlar konstitutsiyalari bilan tanishib chiqdim va ishonch bilan ayta olamanki, bizning asosiy qonunimiz eng ilg'orlar qatorida turadi. Yozda parlamentga saylovlar bo'lib o'tadi. Tadbirni hamjihatlikda butun mamlakat jipslik bilan o'tkazmog'imiz lozim. Men bu yoshlar parlamentda bo'lishi darkor deb o'ylayman. адамды біз парламентке депутат болып сайлап кетейік бәрімізге.
The idea of Yoshlarga tayanadigan parlament g'oyasiga yangi avlod ovozini kuchaytirishning bir yo'li deb qaralmoqda. Qozog'istonda 6 millionga yaqin yoshlar bor. Ularning yoshi 14 dan 34 yoshgacha bo'lib, taxminan 3,7 million iqtisodiy faol ishlaydi yoki bandlik yo'lini izlayapti. Aynan ular mamlakat taraqqiyoti drayveriga aylanishi kutilmoqda. expected to drive the economy forward. The referendum may be over, but the real work is only beginning. Referendum yakuniga yetdi, ammo asosiy ish endi boshlanadi. Prezident ishning amalga oshirish qismiga o'tdi. Maxsus amaliy majlis o'tkazdi. Davlat rahbarining milliy qonunchilikni yangi konstitutsiyaga muvofiqlashtirish bo'yicha aniq qadamlarni belgilab beruvchi farmoni imzolandi. Gap 6 ta konstitutsiyaviy qonun qabul qilinishi va amaldagi bir qancha me'yoriy hujjatlarga o'zgarish kiritilishi ustida boryapti. Bu chora-tadbirlar parlament joriy sessiyasi yakuniga qadar ro'yobga chiqarilishi reja qilingan. Ushbu jarayon hukumatning barcha tuzilmalari to'la-to'kis yangi konstitutsiyaga muvofiq faoliyat olib borishini ta'minlashga qaratilgan. Qozog'iston uchun bu ijtimoiy ma'qullashdan amaliy realizatsiyaga o'tilishini anglatadi. Islohotlar amaliyotga qanday joriy qilinishini belgilab beradi. How the reforms take shape in reality. Almir Amirov, New Time. At the same time, Ayni vaqtda Aqordada konstitutsiya qabul qilinishiga bag'ishlangan tantanali marosim o'tkazildi. Unda Markaziy referendum komissiyasi raisi Nurlan Abdirov yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha respublika referendumi yakuniy natijalarini ma'lum qildi. Prezident Qosimjomart To'qayev asosiy qonun matnini imzoladi. Uni ro'yobga chiqarish chora-tadbirlari to'g'risida farmonga qo'l qo'ydi. Yangi konstitutsiya 1-iyuldan kuchga kiradi. first. Upon completion of the signing ceremony, the president delivered a speech emphasizing the historic Imzolash marosimidan so'ng prezident Qosimjomart To'qayev ushbu voqeaning ahamiyatini ta'kidlaganicha nutq so'zladi. Uning fikricha, yangi konstitutsiya qabul qilinishi mamlakat rivojiga uzoq vaqt ta'sirini o'tkazadi. Referendum yakunlari to'g'risida gapirarkan, davlat rahbari Abayning xalq birligi niyat birligidan boshlanadi degan iborasini tilga oldi. U milliy birlik umumiy tushunchalar va o'zaro mas'uliyat bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Prezident barcha fuqarolarni ovoz berishda faolligi uchun minnatdorchilik bildirdi. Konstitutsiyaviy komissiya va umummilliy koalitsiya volontyorlar rolini ta'kidladi. Prezident xalq konstitutsiyasi 2 yillik muhokamalar mevasi ekanini, o'zida birlik, vatanparvarlik va fuqarolar yoshlarni jipslashtirganini alohida tilga oldi. Konstitutsiya qabul qilinishi hamda yoshlarning mamlakat kelajagi uchun ham mualliflik qilishi har tomonlama huquqiy va institutsional transformatsiyaga olib keladi. Davlat va jamiyat o'rtasida strategik ishonch mandati yaratadi. institutional transformation and establish a strategic mandate of trust between the state and society. жаңа конституцияны қабылдау ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру деген сөз. Yangi konstitutsiya qabul qilinishi millatning yangi siyosat darajasi shakllanganini ko'rsatadi. Bu oliyjanob missiyani qat'iy ma'naviy va axloqiy yo'nalishga ega faqat yetuk xalq amalga oshira oladi. Yangi konstitutsiya davlatchilik va suverenitet tayanchiga aylanadi. Undagi har bir me'yor, har bir band mustaqillikni rivojlantirishga qaratilgan. Adolat tamoyili asosiy qonun mazmuni orqali o'tadi. Shuning uchun ishonch bilan ayta olamizki, yangi konstitutsiya adolatli Qozog'istonning asosiy hujjati. Қазақстанның төл құжаты десек қателеспейміз. Following the nationwide referendum in Kazakhstan, heads Qozog'istondagi respublika referendumidan so'ng davlat rahbarlari va xalqaro tashkilotlar yetakchilari prezident Qosimjomart To'qayevni yangi konstitutsiya qabul qilinishi bilan tabrikladi. Telefon orqali suhbatda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron davlat rahbarini referendumni muvaffaqiyatli o'tkazgani bilan tabrikladi. U yangi konstitutsiyaning qabul qilinishi tarixiy marra va mamlakatning modernizatsiya qilishdagi muhim qadam ekanligini aytdi. O'zbekiston va Qirg'iziston yetakchilari Shavkat Mirziyoyev hamda Sadir Japarov ta'kidlashicha, ovoz berish natijalari o'tkazilayotgan islohotlarni jamiyat qo'llab-quvvatlashini ko'rsatdi. Tabrik telegrammasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ma'lum qilishicha, konstitutsiyaviy o'zgarishlar mamlakatlar o'rtasidagi ittifoqchilik aloqalari hamda strategik hamkorlikni mustahkamlaydi. Ozarbayjon yetakchisi Ilhom Aliyev yangi konstitutsiya Qozog'iston rivojidagi yangi bosqich bo'lishini ko'rsatib o'tdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko uni kelgusi taraqqiyot uchun pishiq poydevor deb atadi. Serbiya rahbari Aleksandr
Vladimir Vuchich olib borilayotgan islohotlar yo'lining dadilligi va uzviyligini alohida ta'kidladi. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan suverenitetni mustahkamlash va qonun ustuvorligida fuqarolar mas'uliyatini tilga oldi. SHX, MDH, JXSHQ, IXT va Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi rahbarlari ham tabriklar yo'lladi. Underlying the importance of the reforms for Kazakhstan's sustainable development and growing international standing. Simultaneously, Kazakhstan has received a letter from Qozog'istonga AQSh prezidentining davlat rahbari Qosim-Jo'mart To'qayevga yo'llagan xati yetib keldi. Maktubda Donald Trump fevral oyida Vashingtonda bo'lib o'tgan Tinchlik kengashi inauguratsiyasi yig'ilishidagi uchrashuvni iliq so'zlar bilan eslagan va konstruktiv muloqot uchun minnatdorchilik bildirdi. U Qosim-Jo'mart To'qayevni yil oxirida Mayamida o'tkaziladigan tashkilotning navbatdagi yig'ilishi hamda G20 sammitiga taklif qildi. to take place in Miami later this year. And we continue our coverage of Kazakhstan. Biz Qozog'istonda o'tkazilgan referendumni yoritishda davom etamiz. O'tgan haftada yangi konstitutsiya bo'yicha ovoz berdik. Bu voqea dunyo hamjamiyati e'tiborini o'ziga jalb etdi. Tafsilotlarni Nuray Asilbek hikoya qiladi. Nuray, xorijiy ommaviy axborot vositalari referendum haqida nimalarni yozyapti? Xayrli kech, Nurbek. Xalqaro matbuot referendumni diqqat bilan kuzatib bordi. 30 davlatning 200 nafardan ziyod axborot agentligi bu voqealarni yoritdi. Shaffofligi va ko'lamini tilga olishdi. Reuters, CGTN, Xinhua Net va TRT World fuqarolarining 74% tashrif buyurgani, 87% dan ko'prog'i yangi konstitutsiyani qo'llaganini ta'kidlagan holda, uni muhim siyosiy voqea deb atadi. Faqat raqamlar emas, islohotlar mazmuni, bir palatali parlamentga o'tish, vitse-prezident lavozimini kiritish ham e'tibor markazida bo'ldi. Qator ommaviy axborot vositalari referendumni Qozog'iston transformatsiyasining davomi sifatida ko'rdi. Agenzia Nova Italyan agentligi jamoatchilikning keng ishtirokida shakllangan konstitutsiya asosiy huquq va erkinliklarni kafolatlashi, suverenitet, mustaqillik va hududiy yaxlitlikni asosiy tamoyillar qatorida ko'rishni ta'kidladi. Sovereignty, independence and territorial integrity as core principles. Joylarda ishlagan, referendumni yoritgan jurnalistlar nima deydi? Ularning taassuroti qanday? Among those Joylarda ishlaganlar qatorida Belgiyaning Diplomatic World jurnali loyihalar direktori Alberta Turkstra ham bor edi. U tashkilotchilik, axborotga ulanish, shaffoflik darajasini, Qozog'iston ahli, ekspertlar va kuzatuvchilar bilan muloqot imkonlarini yuqori baholadi. Uning fikricha, bir palatali parlamentga o'tish qonun qabul qilishni jadallashtiradi. accelerate legislative processes. Now you have an economic model. Endi sizda fan, innovatsiya, mamlakatning inson kapitaliga asoslangan yangi iqtisodiy model mavjud. Yangi konstitutsiya raqobatdagi bu ustunlikdan foydalanish uchun huquqiy asos yaratadi. Aslida ishlarni tashkil qilish, logistika, tayyorgarlik masalasida sizlardan ko'p narsani o'rganish mumkin. Fikrimcha, hamma narsa dunyo darajasida bo'ldi. Preparation, I think it was done at world standards. Antoine Collin, a journalist Fransuz jurnalisti Antoine Collin referendumni tashkil etish darajasi yuqoriligini tilga oldi. U fuqarolarning faolligi ovoz berish orqali turmushini o'zgartirish istagi bilan bog'liq deb hisoblaydi. Qozog'iston huquqiy jihatdan modernizatsiyalashyapti. Xalq fikrini hisobga olgan holda, endilikda mamlakatning iqtisodiy tuzilishini o'zgartirish imkoniyati paydo bo'lyapti. EU Reporter va EU Reflect uchun voqealarni yoritib borayotgan Deria Suysal ta'kidlashicha, referendum Qozog'iston va mintaqa uchun muhim voqea bo'ldi. U institutsional o'zgarishlarni yanada demokratlashtirish, samarali siyosiy tizimga o'tish borasida katta qadam sifatida ko'rsatib o'tdi. for the more democratic and efficient political system. We saw that it was very transparent, so we Biz jarayon shaffofligini ko'rdik. Odamlar ovoz berdi. Shaffoflikni ekspertlar nazorat qildi. Ular dunyo jurnalistlariga o'z kuzatuvlari to'g'risida brifing berish uchun keldi. Aytish mumkinki, bu Markaziy Osiyo uchun yangi davrning debochasi. Chunki Qozog'iston iqtisodiy jihatdan mintaqaning asosiy davlatlaridan biri. Ishonish mumkin bo'lgan shaffof, demokratik davlat. Bugungi kunda biz bunga yana bir marta amin bo'ldik. Qozog'istonga Markaziy Osiyoda, qo'shni davlatlarda Yevropa Ittifoqi, AQSh, Hindiston, Xitoy, Afrika va Yaqin Sharqda ishonishadi. such as European Union, United States, India, China, African countries, the Middle East, etc. So Nuray, it seems that international Demak, Nuray xalqaro hamjamiyat referendumni shaffofligi, siyosiy ahamiyati uchun yuqori baholashdi. To'g'rimi? Absolutely, Nurbek. Shubhasiz shunday, Nurbek. Muhokamalar referendum doirasidan tashqariga chiqdi. Bu islohotlarning mamlakat boshqaruvi va institutlar rivojiga qanday ta'sir ko'rsatishi ko'rib chiqildi. Jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Rahmat Nuray. Bu Qozog'istondagi referendum to'g'risida xorijdan tarqalgan so'nggi xabarlar edi. referendum.
Following the nationwide referendum, Kassym-Jomart Tokayev has launched the next phase of the constitutional reform. The president convened a high-level meeting on implementing the new constitution and signed a decree outlining concrete steps to bring national legislation in line with the updated framework. Authorities are now racing to adopt key constitutional laws within a tight timeline. To understand how these changes will be rolled out in practice, we spoke with a member of the Constitutional Reform Commission, Aidarbek Khojanazarov, a member of the Republican Party. So, Mr. Khojanazarov, previously we know that head of state has signed a decree outlining the measures to implement the new code of the new constitution of the Kazakhstan. So, what happens next after the president's decree, and what are the priority, like immediate priority? So, talking about the signing of the decree by our president, it's the starting point where all the governmental structures start to work in an absolutely different regime. Like we were talking about Majlis, we were talking about Senate, we were talking about the government, and all of us, we are going to we have like very short period of time until 1st of July. And this period is given for us to make a lot of amendments and accept a lot of laws, bylaws, which will help to implement those ideas that has been described. We're talking about 5 new constitutional laws, with then 8 existing constitutional laws need to be amended, and needed around 60 different laws we have to enter into them and amend them as well. So now about the areas of legislation. What areas of legislation are likely to see the most changes, most significant maybe changes? The most significant changes are actually the unrecognizable is going to be the law about Qurultay, because it's existed more than 30 years ago, and it was completely different, and it's going to be unicameral parliament with 145 members. It's going to be we'll have completely different and more broadened competences given by the constitution. I think this is the biggest law that will change the rules of the game in our government, in our country. Finally, government also has been tasked with updating the bylaws. So how important is this stage, and maybe could slow down the process of the reform itself? Let's talk about difference between laws and bylaws. The law is the rule. But the bylaw is the algorithm, how this rule is going to be applied or fulfilled. So sometimes we accept perfect laws, but with imperfect bylaws, this law doesn't work. It's actually, we're talking about the instructions. We're talking about how several ministries will communicate with each other, how they work, how the controlling function is distributed between them. All these things are actually being described in the bylaws. That's why bylaws are very important. And again, I want to mention about the president's direct order to finalize everything by the 7th of April. It's very challenging date, very challenging schedule, and in a very short period of time. But I think my colleagues from the government will manage to do that, to fulfill the deadline. However, this deadline sounds like really very hard deadline. So how are your days for passing with this kind of deadline? We'll see on the 7th of April. I cannot tell you because they are. I've been in a couple of meetings with the governmental bodies, and I saw that all their focus now on these laws. And this is the only way how we are going to make it realistic. Going back to your first question,
whether we are going to prioritize, not just prioritize, ruthlessly prioritize the constitutional laws, bylaws, and everything. Not only us, and also the government, and we have to finalize everything in like 3 months, which is just. I will give you the something to compare with. For example, the tax code we've been discussing almost 9 months. Only one tax code. And can you imagine when we're talking about the constitutional laws? What does it mean? Again, I think it's realistic. It's demanding, though realistic. EU Special Envoy for Sanctions David O'Sullivan has confirmed that there are no obstacles. Yevropa Ittifoqining sanksiyalari bo'yicha maxsus elchisi David O'Sullivan Astana safari yakunida Qozog'iston nefti eksporti uchun to'siqlar yo'qligini, o'zaro aloqalar yuqori darajada ekanligini ta'kidladi. U Qozog'istonni muhim hamkor deb atadi. Barqaror savdo aloqalari va viza tartibini yengillashtirish bo'yicha muzokaralar o'tkazilayotganini tilga oldi. O'Sullivan ma'lum qilishicha, Qozog'iston hokimiyati bilan muloqot sanksiyalarni chetlab o'tish oldini olishga qaratilgan. Ikkilamchi sanksiya kiritilmaydi. Faqat Yevropa banklari va uchinchi davlat tashkilotlari o'rtasida moliyaviy aloqalarga cheklovlar kiritilishi mumkin. U yangi sanksiyalar paketi Qozog'istonga taalluqli emasligini ma'lum qildi. Tashrif ikki tomonlama aloqalar ijobiy dinamikasini ko'rsatdi. Respublikaning iqtisodiy istiqbollarini namoyon etdi. Barqaror o'sishni namoyish qildi. Relations and expressed confidence in Kazakhstan's economic outlook, pointing to steady growth and progress. We have no obstacle to the export of Kazakh oil to Europe. Biz Qozog'iston neftining Yevropaga eksport qilinishida to'siq ko'rmayapmiz. U energetik ehtiyojimizning 11-12% qoplaydi. Bundan mamnunmiz. Sanksiyalar Qozog'iston nefti eksportiga ta'sir qilmaydi. Qozog'iston iqtisodi barqaror o'syapti. Rivojlanish yaqqol kuzatilyapti. Iqtisodiy kelajakka nekbinlik bilan qarashga asos bor. So I would be relatively optimistic about Kazakhstan's economic future. March has been a particularly Mart oyi Qozog'iston uchun voqealarga boy bo'ldi. Mamlakat yangi konstitutsiyani qabul qildi. Navro'z bayramini nishonlayapti. Markaziy Osiyo davlatlarida esa faol rivojlanish, ta'lim va iqtisodda hamkorlik kuzatilyapti. Bu jarayonlarni va ularning ahamiyatini yaxshiroq tushunish uchun Tahririyat hafta voqealari sharhini tayyorladi. E'tibor markazida Markaziy Osiyo rukniga ko'chamiz. Biz bilan muxbirimiz Almir Amirov bog'landi. Almir, mamnun bo'ldim. Bugun nima bor? Almir, good to see you. What do you have for us today? Thank you, Nurbek. Rahmat Nurbek. Ya'ni biz mintaqaviy hamkorlik, ayniqsa madaniyat va turizm sohasida kuchayib borayotganini kuzatyapmiz. Shuningdek, Qozog'istonning xalqaro reytinglarda mavqeyi yuksalib boryapti. Keling, bu jarayonlarni tahlil qilamiz. Tendensiyalarni ko'rib chiqamiz. Kazakhstan and Italy are preparing to launch a unique hybrid power plant. Qozog'iston va Italiya Januzenda gibrid elektrostansiyani ishga tushirishga tayyorlanyapti. Bu loyiha quyosh, shamol va gaz generatsiyasini uyg'unlashtiradi. Energiya ta'minoti barqarorligini ta'minlaydi. Stansiya quvvati 247 megawatt. Asosan tiklanuvchi energiya manbalariga tayanadi. Bu esa karbonat chiqindilarini kamaytiradi. Mang'istov viloyati ekologiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Loyiha elektroenergiya taqchilligini sezayotgan mahalliy sanoat rivojlanishi uchun yo'l ochadi. Ekspertlar ta'kidlashicha, gibrid format gaz generatsiyasi tufayli tem faoliyatini muvofiqlashtiradi. Ayni vaqtda stansiya qurilishi yangi ish o'rinlari yaratish imkonini beradi. Qozog'iston yashil energetikaga investitsiya olib keladi. Is expected to boost employment and attract further foreign investment into Kazakhstan's green energy sector. Kazakhstan and Uzbekistan are strengthening cooperation in the field of education. The ambassador of Qozog'iston va O'zbekiston ta'lim sohasida hamkorlikni kengaytiryapti. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Beybut Atamqulov maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Ezosfon Karimova bilan uchrashdi. Tomonlar ikki tomonlama aloqalar ahvoli va istiqbollarini muhokama qildi. Ijobiy dinamikani ko'rsatib o'tdi. Islohotlar o'tkazish hamda zamonaviy standartlarni kiritishda tajriba almashishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, o'quvchilar va pedagoglar
tayyorlash sifatini oshirish haqida gapirildi. Barqaror rivojlanishda ta'lim sohasi strategik ahamiyatga egaligi ta'kidlandi. Tomonlar qo'shma tashabbuslar va akademik aloqalarni kengaytirish haqida kelishib oldi. Ustuvorliklar qatorida ta'limni raqamlashtirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, pedagoglar tayyorlash dasturlari ko'rsatildi. Including strengthening academic ties, digitalizing the education system, supporting talented youth, and developing teacher training programs. Kazakhstan has presented its experience in combating the shadow. Qozog'iston Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro tadbirda soyadagi iqtisodga qarshi kurashish bo'yicha o'z tajribasini baham ko'rdi. Uchrashuvda mintaqa davlatlari ekspertlari va davlat organlari vakillari qatnashdi. Qozog'iston tomoni raqamli vositalar, soliq ma'muriyatini takomillashtirish, boshqarish mexanizmlarini qat'iylashtirish kabi iqtisodni shaffoflashtirish uchun qo'llanilgan islohotlar majmuasini taqdim etdi. Elektron shot fakturalar va ma'lumotlar integratsiyasiga alohida e'tibor qaratildi. Ular moliyaviy oqimlarni kuzatish samaradorligini oshiradi. Qozog'iston vakillari fikricha, bu tadbirlar soliqlar hajmini oshirdi va biznes uchun qulay muhit yaratdi. Forum ishtirokchilari ta'kidlashicha, bu tajriba mintaqaning boshqa davlatlarida ham qo'llanilishi mumkin. Showed interest in Kazakhstan's approach, noting that such practices could be adopted in the other countries facing similar challenges. Kazakhstan is gaining recognition on the global stage, strengthening its image through international rankings and public. Qozog'iston dunyo sahnasida o'z mavqeyini kuchaytiryapti. Xalqaro reytinglarda va jamoatchilik fikrida imijini kuchaytiryapti. Mamlakat Global Soft Power Index ro'yxatida 82-o'ringa chiqdi. Umumiy ko'rsatkich 35.9 ball. Unda madaniyat, tadbirkorlik va diplomatik faollikdagi o'sish aks etgan. Umuman olganda, yumshoq kuch konsepsiyasi jozibadorlik, qadriyat va xalqaro nufuz orqali ta'sir ko'rsatishini bildiradi. Ekspertlar ta'kidlashicha, Qozog'iston madaniyat va hamkorlikni ilgari surish orqali ta'sir doirasini kengaytiryapti. Mamlakat davlat bayrog'i Reddit tarmog'idagi onlayn ovoz berish yakunlariga ko'ra eng chiroyli deb tan olindi. O'nlab davlatlar qatorida foydalanuvchilar e'tirofini qozondi va birinchi o'ringa chiqdi. Shu tariqa Qozog'iston xalqaro reytinglarda ham, jamoat nazarida ham Markaziy Osiyoning yetakchi davlatlaridan biri sifatida obro' qozonyapti. Together, these developments highlight Kazakhstan's growing presence in the global rankings, both in formal assessments and in public opinion, reinforcing its position as one of the leading countries in Central Asia. An international tourism project, Jibek Jolie, is set to once again bring together countries of Central Asia. During Nowruz, a special tourist train will travel along the historic Silk Road route connecting Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan within a single cross. Jibek yo'li xalqaro turistik loyihasi Markaziy Osiyo davlatlarini o'zaro bog'ladi. Navro'z kunlarida maxsus turistik poyezd Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston bo'ylab Buyuk Ipak yo'li yo'nalishida safarga chiqadi. Chegara osha sayohat qatnashchilari Almaty, Turkiston, Samarqand, Dushanbe, Toshkent, Almaty shaharlarida bo'ladi. Bir necha kun davomida ular mintaqaning asosiy madaniy va tarixiy markazlarini ziyorat qilishadi. Loyiha turizmni rivojlantirish va mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Qo'shma turistik yo'nalishlarni rivojlantirishga e'tibor qaratilyapti. Dasturga ekskursiyalar, diqqatga sazovor joylar, qadamjolarni ziyorat qilish kiritilgan. Turistlar Markaziy Osiyo davlatlari an'analari va merosini tomosha qiladi. The program includes guided tours, visits to historical landmarks and cultural events showcasing national traditions. That's all from me. Shu bilan tugadi. Tomoshabinlarga Navro'zni yaxshi kutib olishni va bayram kunlarini shodlikda o'tkazishni tilayman. Ehtimol siz ham Jibek yo'li poyezdida sayohat qila olasiz. Nurbek, so'z sizda. Back to you. Rahmat Almir. Navro'z muborak bo'lsin. Biz esa davom ettiramiz. Kazakhstan has launched the festive decade of Nowruznama marking. Qozog'istonda Navro'znoma bayram 10 kunligi davom etyapti. 3 yildan buyon mamlakatda Navro'z 14-23 mart kunlari o'tkaziladigan qator tadbirlar tarzida nishonlanyapti. Har bir kun birorta mavzuga, xayriya, madaniy tadbirlari, ekologik tashabbuslar, jamoat birligi kabilardan birortasiga bag'ishlangan. Hamkasbim Nuray Asilbekning navbatdagi reportajida bahorning asosiy bayrami qanday o'tayotgani va undagi marosim tadbirlarining asosiy mazmuni haqida hikoya qilinadi. My colleague Nuray Asilbek.
17 yil muqaddam Navro'z UNESCOning insoniyatning nomaddiy madaniy merosi ro'yxatiga kiritildi. Bugungi kunda mazkur bahor bayrami o'ziga xos ko'rinish oldi. U nishonlanadigan 10 kunning har biri mavzusiga, an'anasi va qadriyatiga ega. Navro'z bayramining yangi formati Navro'znoma 2024-yilda davlat rahbari Qosimjomart To'qayevning tashabbusi bilan joriy etildi. U an'analarni zamonaviy interfaol yechimlar bilan uyg'unlashtiradi. 10 kunlik Navro'znoma shunday tartibda o'tadi. U ko'rishuv, didorlashish kuni bilan boshlanadi. So'ngra xayriya kuni, madaniyat va an'analar kuni, oila kuni, milliy liboslar kuni, yangilanish kuni va milliy sport kuni davom etadi. 10 kunlik yangi yil timsoli bo'lgan Navro'zning bosh bayrami, birlik kuni va ekologiya va tabiatni asrash tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan pokizalik kuni bilan tugaydi. Zamonaviy formatga qaramay, Navro'znoma chuqur tarixga ega. Ekspertlar ta'kidlashicha, o'tgan davrlarda Navro'z tantanalari hozirgidan ancha uzoq, iqlimga ko'ra, urf-odatlarga muvofiq, ba'zi mintaqalarda bir oygacha davom etgan ekan. Және кейбір ғалымдардың айтуы бойынша Наурыз мерекесі Tarixchilar, xalq ijodiyoti mutaxassislari fikricha, Navro'z bayrami 5000 yil muqaddam paydo bo'lgan. Nazarimda yangi format 10 kunlik Navro'znomaning joriy etilishi xalq istagidan kelib chiqqan. Natijada azali qozoq an'analari va urf-odatlari qayta tiklanyapti. Bu madaniy merosni tartibga keltirish, unga yangi zamonaviy ko'rinish berish imkoniyatini yaratadi. бұл қалыпты нәрсе. An'analariga sodiq qolgan holda joriy yilda Navro'znomada innovatsiyalarga alohida e'tibor qaratiladi. Ular bayram tadbirlarining alohida qismiga aylanadi. Qozog'iston milliy merosini zamonaviy dunyo voqealigiga uyg'unlashtira olganini namoyish etadi. Raqamli ishlanmalarga bag'ishlangan ko'rgazmalar, loyihalar ro'yobga chiqarilyapti. Masalan, Olmati va Qarag'andada bo'g'irsoq tarqatish uchun dronlardan foydalanilyapti. Mehmonlarga gumanoid robotlar xizmat ko'rsatyapti. Ularning barchasi bayramga zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Qozog'istonda va undan tashqari katta qiziqish uyg'onishiga olib keladi. Yosh musiqachilarning chiqishi lol qoldiruvchi bo'ldi. Olmatida keng ko'lamli tadbir o'tkazildi. 11,5 ming nafar o'quvchi bir vaqtning o'zida hamohanglikda do'mbira orqali kuy ijro etdi. Ko'p oylik tayyorgarlik ishlari milliy ko'rsatkichlarni yangilash imkonini berdi hamda musiqachilarni Guinness rekordlar kitobi qayd etilgan eng yuksak raqamlarga yaqinlashtirdi. Madaniyat va axborot vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, mamlakatda turli konsertlar, ko'rgazmalar, xayriya aksiyalari, milliy sport bellashuvlari va boshqa jami 10 mingtadan ziyod tadbir o'tkazilyapti. Qozog'iston Navro'znoma formati orqali an'analar va zamonaviylik uyg'unlikda yashay olishini, madaniy meros o'tmish qadriyatlaridan ildiz olgan holda rivojlanishda davom etishini namoyish qildi. Nuray Asilbek, New Time. Paralimpiada chempioni Yerbol Hamidov yangi maqsadlarga intilmoqda. Silkway telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida ma'lum qilishicha, u endilikda 2028-yilda Los Anjelesda bo'lib o'tadigan yozgi o'yinlarga yo'l olish istagida. Sportchi shuningdek o'zini parakanoe va parakayakingda sinab ko'rish imkoniyatini ko'rib chiqyapti. Italiyadagi muvaffaqiyatidan so'ng Yerbol Hamidov Astana xalqaro aeroportida iliq qarshi olindi. Qozog'iston terma jamoasi bu gal o'yinlarni umumiy hisobda 18-o'rin bilan yakunlab qaytdi. Ammo atlet uchun bu natija eng yuqori marra emas, balki katta yo'lning boshlanishi. Men o'ta quvonchliman o'sha Paralimpiada o'yinlarida ko'k tumizni biyiga ko'tarib qanog'imizni Mazkur Paralimpiada o'yinlarida moviyrang bayrog'imizni baland ko'tarish, yurtimiz madhiyasini yangratish nasib qilganidan juda mamnunman. 2 oy ilgari prezidentimiz Qosimjomart To'qayev qo'lidan bayroqni qabul qilgandim. Bu men uchun katta sharaf va ulkan mas'uliyat. Davlat rahbariga o'yinlarda madhiyamiz yangrashi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishga va'da bergandim va bugun faxr bilan ayta olamanki, bu va'dani bajara oldik. Shuningdek, bu ishda qatnashgan barcha mutaxassislar hissasini ta'kidlashni istardim. Murabbiylarimizga, butun jamoaga qo'llab-quvvatlov va ko'mak uchun samimiy minnatdorlik bildiraman va bu faqat boshlanishi. Biz erishilgan marrada to'xtab qolmoqchi emasmiz. Bankirlerдің және барлық команданың осы маған көмектесіп жүрген алғысымды білдіремін. Және де осымен біз тоқтамаймыз. Hollywood has hosted the 98th Academy Awards ceremony celebrating the Gollywoodda 98-chi Oscar mukofoti topshirish marosimi o'tkazildi. Unda o'tgan yilning eng yaxshi filmlari taqdirlandi. Bosh sovrin Paul Thomas Andersonning Jang ortidan jang filmiga nasib qildi. Ushbu film mazkur anjumanda eng yaxshi rejissura, moslashtirilgan ssenariy va ikkinchi plan roli va boshqalar uchun 6 ta haykalcha oldi. Eng yaxshi erkak rol unvoniga da'vogar hisoblangan Leonardo DiCaprio hamda Timothée Chalamet mukofotsiz qoldi.
Oscarning eng yaxshi ayol roli uchun Hamnet filmi uchun Jessie Buckley oldi. U Begonia kartinasidan taqdim etilgan Emma Stone'dan o'zib ketdi. Eng yaxshi badiiy qisqa metrajli film nominatsiyasida qo'shiqchilar va ikki odam so'lagini almashtirdi. Kartinalar uchun teng ovoz berildi. Ular mukofotni teng taqsimladi. As a result, two films shared the award, the singers and two people exchanging saliva. I really blew it when I won a Best Director award, and I forgot to thank my cast. Eng yaxshi rejissura uchun Oscar olganimda aktyorlar jamoasiga minnatdorchilik bildirishni unutdim. Leo, Benicio, Tiana, Sean, Regina va ayniqsa Chase, amerikalik qizaloq Chase. Siz filmning va jamoaning qalbisiz. Let's have a martini. This is pretty amazing. Cheers. Thank you very much. Tomorrow, Kazakhstan and many countries across the region will celebrate Nowruz, a holiday. Ertaga Qozog'iston va mintaqa mamlakatlari bahor, birlik, yangilanish ayyomi Navro'zni nishonlaydi. New Time jamoasi barchani ushbu bayram bilan tabriklaydi. Tinchlik, farovonlik tilaydi. Hozircha shu. Qozog'iston va Markaziy Osiyo yangiliklarini bizdan topasiz. Silkway telekanalida mamlakat haqida yana ko'p maxsus dasturlar bor. Biz bilan qoling. Kelasi haftada ko'rishguncha. So stay tuned and see you next week.